Assalomu alaykum hammaga. Muxlis nigohi podkastimizni birinchi soniga xush kelibsizlar. Bu podkastimizda sizlar bilan futbol haqida gaplashamiz. Futbol atrofidagi turli xil mavzular yuzasidan o'zimizni fikrlarimizni bildirishga harakat qilamiz. O'zi futbol haqida podkastlar juda ham ko'paygan oxirgi paytda, lekin bizning podkastimizni boshqa podkastlardan alohida ajratib turadigan jihatlardan biri shundaki, biz shunchaki bir oddiy muxlis sifatida o'zimizni fikrlarimizni yoritib berishga harakat qilamiz. Biz shunchaki oddiy muxlismiz. Futbol mutaxassis emasmiz, murabbiy emasmiz, futbolchi emasmiz yoki sharhlovchi, jurnalist emasmiz. Oddiy muxlismiz va fikrlarimiz ham, beradigan argumentlarimiz ham, emotsiyalarimiz ham muxlislarning emotsiyalari bo'ladi, muxlislarning fikri bo'ladi. Mana shu tomondan farq qiladi boshqa podkastlardan. Xo'p, bugun sizlar bilan Xudo xolisa milliy terma jamoamiz haqida gaplashamiz. Chunki hozirgi paytdagi menimcha eng biz uchun dolzarb bo'lgan mavzu bu milliy terma jamoamiz. Chunki milliy terma jamoamiz hozir juda ham muhim pallada turibdi. Tarix yaratishimiz mumkin bo'lgan pallada turibmiz. O'zi boshqa o'yinlar ham bo'ldi Yevropada, masalan, hozirgina yaqindagina tugagan o'yinlar bor. Millatlar Ligasida juda ham zo'r o'yinlar bo'ldi, javob uchrashuvlari bo'ldi. Juda ham qizg'in bo'ldi o'yinlar. Adashmasam 2-3 ta o'yinlar hattoki penaltilar seriyasigacha bordi. Lekin ular bizga hozircha qiziq emas, chunki milliy terma jamoamiz turgan paytda boshqa terma jamoalarni gaplashishimiz menimcha ozgina noo'rin bo'ladi. Chunki bizani ertaga Eronda Ozodiy stadionida juda ham qiyin o'yin kutib turibdi. Va yaqinda Toshkentda ham Qirg'iz Respublikasi bilan o'yin o'tkazdik. Shu uchun bugungi asosiy mavzuyimiz terma jamoamiz bo'ladi. Xo'p, birinchi bo'lib Qirg'iz Respublikasi bilan bo'lgan, qo'shnilarimiz bilan bo'lgan o'yinni boshlaymiz baribir. Biz muxlis bo'lganimiz uchun nafaqat o'yinni ichidagi, balki o'yindan tashqaridagi voqealarni ham harakat qilamiz gaplashishga. Hop, Qirg'iz Respublikasi bilan bo'lgan o'yinda kelinglar birinchi bo'lib muxlislarni juda ham qattiq ranjitgan bitta mavzudan boshlaymiz. Ya'ni o'yindan oldin, o'yinga kirishdan oldin o'yinga kirib kelishgacha bo'lgan jarayonni gaplashamiz. Bu baribir bilet mavzusi juda ham og'riqli mavzu, biz uchun bir necha yillardan beri og'riqli bo'lgan mavzu. Men o'zim ham taxminan soat 8larda kirdim stadionga. Soat 7:30 dan oshganda metrodan chiqqan bo'lsam, to navbatga turib, kassani o'sha kiraverishga borib, tekshiruvlardan o'tib ichkariga kirgunimcha juda ham ko'p vaqt ketdi. Negadir tashkilotchilik bu gal uncha ko'ngildagidek bo'lmadi menimcha. Oldingi o'yinlarda bunaqa bo'lmagandi menimcha, esimda yo'q. Lekin bu gal negadir yana qovun tushirishdi. Bu gal biletlarni tashkillashtirish rasvo bo'ldi. Bunga birinchi sabablardan bittasi bu olib sotarlarga juda ham keng imkoniyat ochib berilgani. Masalan, aytib ketdi, men esimda oldinlari adashmasam biletni o'yin kuni yuklab olish imkoni bo'lardi faqat. Masalan, yaqinda bitta akamiz aytib ketdan boshqa bitta konsertga bilet olganlar, oila a'zolariga menga aytdilarki, biletni yuklab olish faqat o'sha konsert boshlanishiga 2 soatmi, 3 soat qolgandagina ochilar ekan deb aytdilar. Ya'ni aytib ket o'zida shunaqa imkoniyat borki, biletni sotib olgandan keyin odamlar, muxlislar o'sha bilet yuklab olishi, yopib turish mumkin-da. Shunaqa imkoniyat bor aytib ket o'zida. Bu narsa qiyin emas. Lekin nimagadir biletlar chiqqan kuni men oldim, omadim kelib olib qoldim. Bilet
chiqishi bilan darrov yuklab oldim, bo'ldi bemalol. Uni shtrix kodi bor bunda. Xohlaganimcha bu biletni PDF variantini ko'paytirib olib chiqib sotishim mumkin. Men o'ylayman, birinchi xato, kamchilik mana shu yerda bo'ldi. Onlayn biletlarni o'sha o'yin bo'ladigan kungacha yopib qo'yish kerak edi, yuklab olishni. Mayli, bu birinchi quvun edi. Yana bitta bo'lgan quvun, men buni stadionga akamiz bilan birga tushdik, sherigimiz bilan birga tushdik. Sherigim kech keldilar ozgina, ya'ni o'yin boshlanishigacha keldilar, lekin mendan ko'ra ancha kech keldilar va bitta gap aytdilar. Men ochiq hayron qoldim gap eshitib. Tashkilotchilik shunaqangi rasvo bo'lganki, holat shunaqangi darajaga yetib borganki, o'sha biletlarni QR kodini tekshirmasdan kirgizib yuborgan muxlislarni. Menga aytdilar sherigim, QR kodni tekshirmayapti, QR kodni urmayapti deb aytdilar. Men hayron qoldim o'shanda. QR kodni urmayapti dedilar. Shunaqangi holatlarni ko'ribdilar keyin odamlar bir-birini biletlarini rasmga tushirib olib, o'shani ko'rsatib kirib ketgan ichkariga. Ya'ni shunaqangi rasvogarchilik bo'lganki, balkim o'sha biletga pul to'lab kirganlar, pul to'lab kelganlar kira olmagan. Pul to'lab bilet olganlar kira olmay qolganda, pul to'lamasdan boshqa odamlarni biletlarini rasmga olib ko'rsatganlar kirib ketib qolgan bo'lishi mumkin. Uni akamiz ko'rganlar o'z ko'zlari bilan. Va bu juda ham katta sharmandagarchilik. Unaqa bo'lish kerak emas. Bu bitta bilet bunchalik darajada mojaro bo'lish kerak emas. Ayniqsa hozirgi raqamli to'g'rida bunaqa qo'g'irlik qilinishi qabul qilib bo'lmaydi bu narsani, to'g'risi. Xo'p, shuning uchun menda o'zi bitta yechim o'ylagandim. Endi qanchalik to'g'ri bu yechim, qanchalik to'g'ri o'ylaganman bilmadim. Balkim xato o'ylagandirman, balkim kalta o'ylagandirman, lekin menda iTicket o'z jamoasiga taklifim bor. Men juda ham xursand bo'lardim agar mana shu gaplarim iTicket o'z jamoasiga agar yetib borsa, biletlarni hozirgi raqamli davrda shunaqangi qilsak bo'ladi. O'sha o'yin kunigacha, o'yin boshlanishiga bir qancha vaqt qolgandagina ochib qo'ysa yaxshi bo'lardi. Lekin buni o'zi yetmaydi, chunki bizda kassa bor. Kassadan ham borib kerak bo'lsa olib sotarlar olishi mumkin deb biletdi. Asosiy muammo bu olib sotarlarni biletni ko'p olishda ham emas. Asosiy muammo olib sotarlar biletni ko'paytira olishida. Biletni shu o'yindan oldin bemalol ko'paytirib olib chiqib sota olishida boshqalarga. Shunaqangi qilish kerakki, men olib sotarlar biletni ko'p olsa ham u biletni ko'paytirishga ularga imkon bermaslik kerak. Maksimalni ko'paytirishiga olib bormaslik kerak. Ya'ni ularga vaqt bermaslik kerak. Ular ulgurmasin ko'paytirib sotishga. Ular ulgurmasin prosta. Buni qanaqasi bo'ladi? Ayniqsa kassa bo'lgan paytda. Masalan, kassaga boryapti muxlis bilet olmoqchi. Endi har bitta muxlisi, har bitta odamni hozirgi kunda baribir telefoni bor. Telefonida sim kartasi bor baribir. Va shunaqa talab qo'yish kerakki, muxlislardan bilet olgani kelayotgan paytda telefoni bilan kelsin, sim kartasi bilan birga kelsin. Misol uchun men olmoqchiman bilet, kassaga bordimmi, mani telefon nomerimni so'rasin. Telefon nomerimni men beraman kassa xodimlariga va kassa xodimlari mana telefon nomerimga bitta silka yuborsin. Bitta silka, u silkada men olmoqchi bo'lgan bilet tursin, men sotib olgan bilet tursin, lekin yuklab olish imkoniyati bo'lmasin. Masalan, men aytaylik 3A sektordan oldim bilet, 100 mingga oldim misol uchun. 100 mingga oldim, lekin biletimni meni qo'limga berishmadi. Ya'ni qog'oz chiqarib berishmadi menga. Chunki agar qog'oz ko'rinishda agar menga chiqarib beradigan bo'lsa, bilib bo'lmaydi, men uni xohlaganimcha ko'paytirib sotishim mumkin uni. Kim birinchi bo'lib QR kodini
o'tkazsa kirib ketaveradi ichkariga. Shuning uchun men o'ylagandim shu narsani. Har bitta odamning telefon nomeri bor, baribir sim kartasi borda. Kim bilet olmoqchi bo'lsa, o'sha telefon nomeriga silka yuborsin. O'sha muxlis silkani ochgan paytda bilet tursin. Misol uchun men silkani ochgan paytimda mana siz biletingiz 3A sektordan falonchi qator, falonchi o'rindiq deb ko'rsatib qo'ysin, lekin yuklab olish degan knopkani olib qo'ysin, o'sha yerda yozib tursin. O'sha yerda yozib qo'ysin. Biletni o'yin boshlanishiga faloncha soat qolgan paytda yuklab olib kirishingiz mumkin stadionga degan yozib qo'yib qo'yishsa, menimcha muammo ancha hal bo'lardi. Endi to'g'ri 100% bu narsani oldini olish qiyin bo'lsa kerak, lekin 100% bo'lmasa ham, lekin juda katta bir qismini menimcha oldini olsa bo'ladi mana shu yechim bilan. Ya'ni qog'oz biletlarni butunligi yo'qotish kerak hozirgi paytda. Chunki qog'oz biletlarni baribir ko'paytirib sotish juda ham oson. Bu narsani juda ham ko'p ko'rganmiz. Shuning uchun iloji boricha imkoniyat qoldirish kerak emas. Raqamli formatga o'tirish kerak baribir. Hop, bu bilet mojarosi va aytib jamoasiga taklif edi. Endi kelinglar bevosita o'yinni o'ziga o'tamiz. Hop, o'yin kutilmaligi mos bo'lmadi. To'g'risi, endi biz muxlis tomonidan qarab etamiz baribir. Muxlislar o'yinga nimaga tushgan? Masalan, o'sha kuni ham taxminan 34 mingdan oshiq muxlis tushgani e'lon qilindi stadionda. O'sha 34 mingta muxlis tushgan deylik. 34 mingta muxlis tushgan bo'lsa, men aniq ishonib ayta olaman shu gapimga. 34 mingta muxlisni hammasi O'zbekiston qirg'izlardan zo'rligini, bemalol ishonchli hisobda yutishiga ishonib tushgan o'yinga. Siz bironta muxlisni topib bera olmassiz. O'sha kuni Qirg'iziston bizdan kuchli degan fikri bor odam yo'q edi o'sha kuni. Hamma bilardi, Qirg'iziston baribir saviya darajasida juda ham past hali. To'g'ri, ularda ham rivojlanayotgan bo'lishi mumkin, ularda ham futbol o'sayotgan bo'lishi mumkin, lekin baribir hali beri bizga yetib olishga bor. Buni bilardi hamma. Lekin baribir muxlis tushaveradi. Nimaga? Chunki sog'inch bo'ladi. Terma jamoani sog'inchi bo'ladi. Terma jamoani oxirgi marta qachon o'ynagan Toshkentda misol uchun ancha bo'lib ketdi. Masalan, men o'zim ham bilardim, O'zbekiston yutishini bilardim. Lekin baribir terma jamoani sog'inchi bo'lgani uchun ham baribir bilet olib, vaqtimni ajratib tushdim o'sha o'yinga. O'zi Toshkent aholisini juda ham bir injiq odati borda. Raqib tanlaydi. Agar misol uchun aytaylik, Paxtakor qaysidir jamoa bilan o'ynayotgan bo'lsa, o'sha jamoani darajasiga qaraladi. Agar darajasi yaxshi jamoa bo'lsa, toshkentlik muxlislar qiziqib tushadi o'sha o'yinga. Lekin agar raqib jamoani darajasi, saviyasi past bo'lsa, tushmaydi. Lekin terma jamoa o'ynaganda unaqa injiqliklar, unaqa faktorlarni surib qo'yiladi chekkaga. Chunki terma jamoa baribir terma jamoa, vatan bu baribir vatan. Va bunaqa raqiblarga qarshi muxlislar tushgan paytda chiroyli o'yin ko'rgisi keladi, chiroyli futbol ko'rgisi keladi. Katta hisobda yutishini ko'rish xohlaydi terma jamoani. Mazza qilib ketishni xohlaydi. Men ham nimaga tushdim o'yinga? Bir taxminan bir 3-0, 4-0 bo'lsa kerak, gollashuv bo'lsa kerak, maza qilsam kerak degan niyatda tushdim. Va agar masalan Eldor Shomurodov, Abbos Fayzullayev misol uchun, Jaloliddin Masharipov ozgina odamga yoqadigan harakatlari bo'lmaganda edi, men hozir aytgan bo'lardim, ketgan vaqtimga arzimadi degan bo'lardim. Lekin 2-3 o'yinchilar uchun ham baribir ketkazgan vaqtimga arzidi deb o'ylayman. Xo'p.
Keling, birinchi taymdan boshlaymiz. Birinchi taymimiz yaxshi bo'ldi, yomon bo'lmadi. Vaziyatlarimiz ko'p bo'ldi. Shunchaki urolmadik gollarni. Urishimiz kerak bo'lgan paytlarda ura olmay qoldik. Bu endi omadsizlik bo'lishi ham mumkin. Muhimi vaziyatlarimiz bo'ldi birinchi taymda. Birinchi taymimiz yorqin bo'ldi. Faqat bizga o'sha gol yetishmadi birinchi taymda. Penaltini ham ura olmadik. Lekin misol uchun Shomurodov penaltini ura olmagan bo'lsa ham birinchi taymda juda ham yaxshi o'yin ko'rsatdi. Eng zo'rlardan biri bo'ldi men uchun birinchi taymda Shomurodov. Misol uchun o'sha penalti ishlangan vaziyatda ham Shomurodovni pasi juda ham zo'r chiqdi Alijonovga. O'zi umuman Eldor Shomurodov birinchi taymda ancha-muncha yukni o'ziga oldi, ancha-muncha katta ko'lamdagi ish qildi. Lekin birinchi taymda menga yoqmagan faktorlardan bittasi bu kreativlik yetishmadi bizda. Ayniqsa yarim himoya bilan hujum o'rtasida paslar beradigan o'yinchi yetishmadi. Men hattoki birinchi taym oxirida she'ringimga ham aytdim. Ikkinchi taymda Iskandarovni qo'yish kerak dedim. Jamshid Iskandarovni qo'yish kerak. Chunki Jamshid Iskandarovda kreativlik juda ham yuqori. Hujumlarni boshlash, hujumlarni boshqarish, hujumchilarga o'sha kerakli futbolchilarga to'p yetkazib berish bo'yicha Iskandarovdan zo'ri yo'q zaxiramizda deb aytdim. Chunki hujumlarimiz juda ham primitiv edi. O'sha Katanets davridan beri qolib ketgan uslubimiz o'sha Eldorga oshiriladi to'p yoki Masharipovga oshiriladi to'p. Men hayron qolganim hujumlarimizni qanotdan bo'lgan hujumlarimizni juda ham katta qismi Masharipov bilan Sayfiyev qanotdan uyushtirildi. Vaholanki bizda Masharipov bilan Sayfiyev qanoti hozirgi paytda oladigan bo'lsak eng kuchli qanot emas bizda. Bizda hozirgi paytda eng kuchli qanot Alijonov bilan Fayzullayev qanoti. Chunki Alijonov ham Fayzullayev ham ikkalasi juda ham zo'r formada, juda ham yuqori formada. Masharipovda forma yaxshi bo'lishi mumkin, lekin Farruh Sayfiyevda biz ko'rdik, baribir hali mavsum boshlanishi ozgina hali baribir kirishib ketishga vaqt bo'lmaganligi ko'rinib turibdi Sayfiyevda. Va men hattoki ko'rdim, o'sha chap qanotimiz bizda hattoki zaif ham bo'lib qoldi. Eng kuchli qanotimiz o'ng qanot edi, lekin bizda hujumlarimizni juda ham katta qismi baribir chap qanotdan bo'ldi, lekin oxirida golni baribir o'ng qanot himoyachimiz borib urdi. Baribir hamda. Chunki eng kuchli qanotimiz hozir eng kuchli zonadan bittasi bu o'ng qanot. Chunki Alijonov hozir fantastik formada. Abbos Fayzullayev bilan ikkalasi Paxtakorda ham birga o'ynagan, bir-birini ham zo'r tushunadi, to'g'ri. Masharipov bilan Sayfiyev ham vaqtida juda ham zo'r tandem bo'lgan, lekin hozir emas. To'g'ri oldin bo'lgan, lekin hozir emas. Yoki Eldor Shomurodov. Biz nechta o'yindan beri ko'rib kelamiz. Eldor Shomurodov o'zini zonasida, o'zi o'ynash kerak bo'lgan zonada o'ynamayapti. Ya'ni golni uradigan o'zi Eldor Shomurodov edi. Goldor Shomurodov derdik biz. Lekin hozir Eldor Shomurodovni roli o'zgarib qolgan jamoada. O'zi hozir emas, anchadan beri o'zgarib qolgan. Bir nechta o'yindan beri bu narsa sinab kelyapti. Ya'ni Eldor Shomurodov hozir bizda forward emas, ya'ni 9'lik hujumchisi emas. Bizda hozir Eldor bechara yarim himoyaga ham tushib o'ynayapti-da. Yarim himoyaga ham tushib, qo'rqoqqa qaytib tushib o'ynashga majbur bo'lyapti. Chunki himoyachilar, raqib himoyachilari ayniqsa Qirg'izistonga o'xshash haligi avtobus qo'yadigan jamoada kerak bo'lsa 2-3 ta o'yinchi bilan Eldorga yopishadi. Va endi bu taktik o'ylanma bo'lishi ham mumkin. Buni ham to'g'ri tushunish kerak. Ya'ni qaysidir o'yinchini 2-3 ta himoyachi yopyaptimi, u o'yinchi maksimal harakat qiladi boshqa sheriklariga zona ochishga, chunki biladi, что 2-3 ta o'yinchini o'zi bilan olib yura oladi bu o'yinchi.
boshqa sheriklariga imkoniyat qilib berish kerak. Eldorda ham biz shu narsani juda ham ko'p ko'ryapmiz, lekin Qirg'iziston bilan o'yinda bizga pand bergan holat bu realizatsiya masalasi bo'ldi. Shomurodovni o'yinchilarni o'zi bilan olib yurishi, pastroqqa tushib, orqa-orqaga tushib turib boshqa sheriklariga imkoniyatlar, vaziyatlar qilib berishi bir tomondan o'zini oqladi. Chunki esingizda bo'lsa, juda ham ko'p vaziyatlar bo'ldi. Fayzullayevda bo'ldi, Basharipovda bo'ldi va Alijonovda penalti bo'ldi misol uchun. Lekin o'sha vaziyatlardan foydalana olmadik. Masalan, Masharipov bilan Fayzullayev vaziyatida ular ikkalasi ham bosh bilan o'ynashni unaqa zo'r emasdi. Masalan, Masharipov ham kalla qo'ydi, Abbos ham kalla qo'ydi, ikkalasi ham ura olmadi. Chunki ulardagi eng kuchli xislati bosh bilan o'yin emasdi. Misol uchun, agar o'sha yerda Masharipov yoki Abbos o'rnida agar Shomurodov bo'lganda edi, katta ehtimol bilan ikkala vaziyatdan gol bilan tugardi. Lekin Abbos bilan Masharipovni kuchli jihatini biz bilamiz. Bu bosh bilan o'ynash emas bu. Bu oyoq bilan o'ynash ularning kuchli jihati. O'zi bo'yi past, jussa kichkina misol uchun ular ikkalasida ham. Ya'ni Eldor yetishmadi desak bo'ladi. Eldor vaziyat qilib berdi, lekin o'sha ichkarida monster bitta hujumchi yetishmadi. Monster hujumchi vaziyatlarni yakunlaydigan, sovuqqon o'ynaydigan, zarbalarni zo'r beradigan, ikkinchi qavatda zo'r o'ynaydigan jussasi bor bitta hujumchi yetishmadi. Mana shuncha aytdim, Eldordan olish kerak bu rolni dedim. Eldor ichkarida yakunlasin vaziyatni. Eldorga kimdir vaziyat qilib bersin dedim. Va zaxiramizga qaradim. Zaxirada o'zi kim bor? Kim mana shu ishni qilib berishi mumkin dedim va Jamshid Iskandarovdan boshqa variant ko'rmadim. Chunki hozirgi tarkibimizda yarim himoyachilarning ichida eng kreativi menimcha Jamshid Iskandarov. To'g'ri, balki formada emasdir, misol uchun, formada emasdir. Jismoniy holat bo'yicha qanaqadir muammo bo'lishi mumkin, lekin hech bo'lmaganda bitta taymda bo'lsa ham sinab ko'rsa bo'lardi Iskandarovni. Xo'p, qizil kartochka bo'ldi birinchi taymda. Men hattoki sezmay ham qoldim qizil kartochka bo'lganini. Sherigim menga yetib qoldi, qizil oldi deb. Nimaga qizil oldi, qaysi vaziyat uchun qizil oldi, to'g'risi men bilolmay ham qoldim. Lekin qizil kartochka olgandan keyin Qirg'iziston yana ham yopilib oldi. Bu bizga ancha qiyinchilik tug'dirdi, lekin Xudoga shukr bir amallab bo'lsa ham golimizni urib oldik. Kopto yumalab kirib ketib qoldi o'zi. Birinchi taymdan qisman ko'nglim to'ldi. To'g'ri, hech bo'lmaganda 2-3 ursak bo'lardi, lekin 1-0 bo'lgani uchun ham ko'nglim to'ldi. Agar birinchi taymda o'sha 1-0 ham bo'lmaganda edi, ikkinchi taym menimcha ancha-muncha qiyinroq bo'lishi mumkin edi. Lekin ikkinchi taymdan umuman ko'nglim to'lmadi. Ikkinchi taymda bilmadim, nimagadir yana o'sha ehtiyotkorlik, yana Katanis rejimi, yana o'sha zerikarli o'yin juda menga ma'qul kelmadi. Nega bunaqa qilishdi? Men o'zim hayron qoldim. Bitta o'yinchi ko'psan, klass bo'yicha ustunsan, nimaga 5 ta himoyachi bilan o'ynayapsan? Bitta himoyachini olib tashlab, bitta 10-raqam tushir markazga, bitta kreativ tushir markazga. Yut, 3-0 ga yut, 4-0 ga yut, 5-0 ga yut. Hozir O'zbekiston jadvalga qarasak, to'plar nisbati bo'yicha juda ham ahvol yomon. Raqiblarimizga qaraganda ahvol juda ham yomon. Misol uchun, ertaga Ozodiyda qanaqadir bir kutilmagan voqea bo'lib, agar Eronni yutib qo'yadigan bo'lsak ham, biz ikkinchi o'rinda qolamiz-da. Chunki to'plar nisbati bo'yicha Eron bizdan ancha o'tib ketgan. Biz Eronni juda ham haligi katta shotda yutishimiz kerak, hakkiy hisobda yutishimiz kerak, чтобы Erondan o'tib ketish uchun jadvalda to'plar nisbati bo'yicha. Va men darrov esladim. Qaysidir yil hozir esimda. Yil aniq esimda yo'q, lekin Qatar bilan o'yin bo'luvdi.
o'sha 5-0 bo'lgan Toshkentda Bunyodkorlik ochilgan paytlarida bo'lgan o'yin. Adashmasam 5-0 bo'lgan, o'shanda 2-3 gol yetmay qolgan bizga. Yana shunaqa vaziyat kelmasmikin degan bir qo'rquv, xavotir bo'lyapti menda. Shuning uchun o'ylayman, bunaqa raqiblarga qarshi gollarni urib olish kerak edi. Chunki Eron, Birlashgan Arab Amirliklari, Qatar bilan o'yinlarda bunchalik imkoniyatli bo'lmasligi mumkin. Bunchalik oson o'yin bo'lmasligi mumkin. Chunki Qirg'iziston o'zini jarima maydonidan bu yoqqa o'tgani yo'q o'yinda. O'tmadi. Butun o'yin davomida Qirg'iziston himoyada yotib olib o'ynadi. Ayniqsa qizil kartochka bo'lgandan keyin butkul himoyaga chuqur o'tib oldi Qirg'iziston. Bunaqa moment, bunaqa imkoniyatlar birinchi taymdagi bo'lgan imkoniyatlar boshqa bo'lmasligi ham mumkin edi. Mumkin. Shuning uchun bunaqa paytlarda vaziyatlardan maksimal foydalanib to'pni nisbatan yaxshilab olish juda ham kerak edi, juda ham muhim edi. Lekin menga afsuski gollarimiz kam bo'ldi va plus kerak emas joyda kartochkani ishlab oldik. O'sha Masharif o'tkazib yuboradi Eron bilan o'yinni. Fayzullayev sariqqa o'tirib qolgan. Juda ham ko'p o'yinchilarimiz, juda ham ko'p yetakchi futbolchilarimiz sariqqa o'tirib qolgan. Ya'ni yetakchi deganimda asosiy tarkibda ularni o'rnini bosa olmaydigan o'yinchilar-da baribir. O'rnini bosa olmaydi baribir. Masalan, Fayzullayev agar ertaga Eron bilan o'yinda ham agar sariq oladigan bo'lsa, Birlashgan Arab Amirliklari bilan o'yinda Fayzullayev o'rnini yopib beradigan variantlarimiz yo'q-da. Fayzullayevdagi futbolchilarimiz yo'q-da. Misol uchun. Mana ikkinchi taym har tomonlama juda ham bir yomon bo'ldi, juda ham zerikarli bo'ldi. Men rosa kutdim o'zgarishlarni. Bitta himoyachini olib tashlab turib, hujumga qanaqadir variantlar qo'shilishini juda ham kutdim. Iskandarov rosa kutdim. Bitta kreativ futbolchini juda ham kutdim, lekin baribir o'sha ehtiyotkor rejim 3 ochko olsak bo'ldi degan rejimga o'tib olganimiz menga umuman ma'qul kelmadi, to'g'risi ikkinchi taymda. Ya'ni jamoada shijoat yo'q, jamoada ruh yo'q, jamoada xohish yo'q, 2 talab, 3 talab, 4 talab, 5 talab gollarni urishga. Bu narsa kerak deb o'ylayman. Ya'ni to'g'ri balki qo'shnilarimizni balkim oldida ularni hurmat qilgan bo'lishimiz mumkindir, misol uchun endi bilib bo'lmaydi. Lekin hozir futbolda baribir ozgina vahshiylik kerak-da. Ozgina vahshiylik bo'lishi kerak, ozgina haligi mehrni ozgina surib qo'yish kerak chetga. Shunaqa vaziyatlar bo'ladi, chunki jamoaga xarakter kerak-da. Jamoa xarakterini shakllantirib olish kerak, psixologiyani ozgina o'zgartirib olish kerak-da. Chunki vahshiylik bo'lmasa juda ham qiyin-da. Oddiy raqiblarga qarshi o'yinda ham qiynalib, zo'rg'a yutilyapti. 1-0 la penaltidan amallab urib yutyapmiz. Juda ham ko'p o'yinlarda darvozabonlarimiz qutqaryapti, o'tkir Yusupov sevlari bilan misol uchun. To'g'risi bunaqa o'yinlar muxlislarga hech ham bir ma'qul kelmaydi. Ma'qul kelmagan, ma'qul kelmayapti ham, bundan keyin ham ma'qul kelmasa kerak. Lekin mayli, muhimi baribir o'zimizga kerakli bo'lgan natijani oldik, 3 ochkoni oldik. Guruhda 2-o'rindamiz va orqamizdan qo'llab kelayotgan Qatarda va Birlashgan Arab Amirliklarida adashmasam 10 tadan ochko bor. 6 ochko oldindamiz, lekin Eronga qarshi o'yinda bizga faqat va faqat g'alaba kerak deb o'ylayman. Chunki agar Eron bilan durang o'ynab qo'yadigan bo'lsak, katta ehtimol bilan Qatar ham, Birlashgan Arab Amirliklari ham o'zini o'yinlarini yutsa kerak deb o'ylayman. Baribir real qarash kerak vaziyatga. O'shanda tafovut 4 ochkoga tushib qoladi. 6 ochkodan 4 ochkoga tushib qoladi va bu yog'iga to'g'ri o'zimizni qo'limizda bo'ladi, lekin men xohlamagan bo'lardim. O'sha oxirgi 2 o'yinda oyog'imiz qaltirab, yuragimizni ushlab o'tirishimiz to'g'risi. Eron bilan o'yinda
bizani futbolchilarimiz o'zini maksimal borini beradigan o'yinda Eron bilan o'yin. Chunki Eron biz uchun prinsipial raqib, hali yutmaganmiz. O'shaning uchun futbolchilar ikki hissa ko'proq o'ynaydi-da u yerda baribir. Chunki Eron bu. Ya'ni momentdan foydalanib qolish kerak. Bunaqa futbolchilar bunaqa haligi fokusini haddan tashqari yuqori beradigan paytda yutish kerak Eronni. Eronni yutib olish kerak, chunki Eron bilan bo'lgan munosabatda boshqa raqiblarga berish qiyin futbolchilar, chunki boshqa raqiblar Eron emasda. Masalan, Qatar ham to'g'ri bizani ko'p yutdi, Osiyo Kubogida yutdi va yaqinda o'sha guruhda bo'lgan birinchi o'yinda yutdi to'g'ri, lekin Qatar baribir Eronchalik emasda bizning futbolchilar uchun. Yoki Birlashgan Arab Amirliklari ham Eronchalik emasda futbolchilarimiz uchun. Ya'ni munosabat unaqa bo'lmaydi baribirda. Eronga boshqacha munosabat bo'ladi, boshqacha fokus bo'ladi. Bundan foydalanib qolib, Eronni agar yutib olsak, keyingi o'yinlarda ozgina bo'lsa ham xotirjamroq o'ynashimiz mumkin. O'sha 6 ochkolik farqqa agar avval olsak oxirigacha, men o'ylayman ancha-muncha xotirjamroq o'ynardik, xotirjamroq maydonga chiqardik. Hozir bizga Qatar ham, Birlashgan Arab Amirliklari ham o'zini o'ligini tashlaydi-da. Ya'ni bizning futbolchilarimizni oyog'i qaltirab qolishi mumkin. Men shundan cho'chiyman, qo'rqaman. Shuning uchun maksimal komfort bo'lishi uchun baribir ozodlikda ming qiyin bo'lsa ham, ming boshqa bo'lsa ham baribir bir nima qilib bo'lsa ham yutib olsak yaxshi bo'lardi. O'sha bitta o'yinga kerak bo'lsa Qatarlikni olib kelsak ham mayli bor-ku. O'sha himoyaviy o'yinini qilib bo'lsa ham Eron bilan anaqada yutib olsak bo'ldi. Chunki baribir Eron bilan ehtiyot bo'lish kerak. Eronning klassi bor baribir. Ular bilan ochiq futbol qilinsa, menimcha bo'lmasa kerak. Chunki Qatar shunaqa qildi, Eron bilan o'yinda 4-1 yutqazib qo'ydi Qatar. Aynan shu Eron bilan o'yinda agar xotiram pam bermayotgan bo'lsa, Eron ochiq futbol taklif qildi. Hujumlar qurdi, ochiq futbolga taklif qurdi va oxirida o'zi yedi 4-1. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Qatar qilgan xatoni qilmaslik kerak baribir. Eron bu Eron. Shuning uchun menimcha Eron bilan o'yinda ehtiyotkor rejimda o'ynash to'g'ri bo'ladi, qarshi hujumda o'ynash to'g'ri bo'ladi. Baribir Eron o'zi ham shunaqa o'ynaydi. Lekin baribir Eron bilan o'yinda ehtiyot bo'lib, maksimal harakat qilamiz, harakat qilishimiz kerak. 3 ochko olishga. O'shanda maksimal komfort natija bilan keyingi o'yinlarga yetib boramiz. Hop, endi Eron bilan o'yindan kutilmalarimni aytib o'tsam, hop, Masharipov yo'q, katta yo'qotish. Lekin katta yo'qotish bo'lgani bilan bu bir tomondan foydamizga ham ishlashi mumkin. Chunki mana qirg'izlar bilan o'yinda men e'tibor berdim. Hujumlarimizni juda ham katta qismi Masharipov qanotidan bo'ldi. Masharipovga qopto kelib tushirdi. Endi Masharipov yo'q. Masharipovdagi qoptoni o'zi bilan olib yuradigan, qoptoni nazorat qiladigan, hujumlarni boshlab beradigan futbolchi yo'q. Endi Masharipov bo'lmagandan keyin bu vazifani boshqa bitta futbolchi o'ziga oladi. Ya'ni qanaqadir bir boshqacharoq yechim qilish kerak bo'ladi, boshqacharoq planga o'tish kerak bo'ladi. Va bu Eronga qanaqadir bir yengillik bilan, Eronga qanaqadir bir surpriz bilan borishimizni ehtimolini ham oshiradi. Men o'zi shu narsani o'yladim, endi harakat qildim. O'yin ayniqsa ikkinchi taym menga ma'qul kelmagan bo'lsa ham harakat qildim. Men shundan ham qanaqadir bir pozitiv fikr chiqarishga va menga shunaqangi fikr keldi, balki endi bu juda ham bir o'ta pozitiv fikrlar borishdir. Balki Kapadze Eronga qarshi nimadir tayinlab qo'ygandir. Eronga qarshi misol uchun Iskandarovmi, boshqami, qaysidir futbolchini tayinlab qo'ygan bo'lishi mumkin. Lekin qirg'izlar bilan o'yinda u narsani qilmagan bo'lishi mumkin, chunki qirg'izlar bilan o'yinni raqiblar ko'radi. Eron ham ko'radi, Qatar ham ko'radi misol uchun. Ya'ni raqiblar o'sha
Kapadze bermoqchi bo'lgan yengillikni bilmasin, o'rganib olmasin degan maqsadda balkim Kapadze yengillikni qilmagan bo'lishi mumkin. Shunaqa yaxshi gumonga bordim. Balki shunaqadir rostdan ham, balki Eron bilan o'yinda qanaqadir bir yengillik ko'rarmiz va yengillik qilishga majburmiz ham, chunki Masharipov yo'q, Masharipov o'rnini bosib beradigan futbolchi yo'q. Hozir boshqa bitta futbolchi tushirish kerak bo'ladi. Masalan, men o'zim o'ylagan variant Fayzullayev Masharipov qanotiga olib turib, nariga qanotiga misol uchun Oston O'runovni yokida Hojimat Erkinovni misol uchun agar tushadigan bo'lsa, menimcha o'ylayman yaxshi yechim bo'ladi va hujumlar menimcha asosan Abbos qanotidan bo'ladi. Yokida Abbos o'rtaga olib turib, ikkita qanotga boshqa futbolchilarni qo'yish kerak bo'ladi. Lekin juda ham xohlardim baribir o'sha Eronga qarshi o'yinda Iskandarov ko'rishni, Jamshid Iskandarov ko'rishni juda ham xohlardim, chunki Eron bilan o'yinda baribir kreativ futbolchilar kerak bo'ladi. Eronda baribir klassi yuqori bo'lgan futbolchilar ko'p. Bizda ham o'sha Eronni darajasiga tortib beradigan futbolchilar qanchalik ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi. To'g'ri, Hamrobekov bor, Shukurov bor, lekin ularning ikkalasi ham ko'proq stopper, ko'proq o'sha raqibning hujumini to'xtatib, tayanch zonada, ya'ni himoyaviyroq bo'lgan zonaga yaqinroq o'ynaydi ular. O'yin uslubi shunaqa. Va men juda ham xohlardim yarim himoyamizda bitta qanaqadir kreativroq futbolchi bo'lishini, yarim himoya bilan hujumni boshlab beradigan bitta futbolchi bo'lishini juda ham xohlardim. Kerak bo'lsa himoyadan Koptoni olib kelib, yugurib berib, hujum zonasigacha kelib, hujumchilarimizni Eldorni o'sha yaxshi vaziyatlarga olib chiqadigan, ta'minlab beradigan futbolchi bo'lishini juda ham xohlardim. Ya'ni qanaqadir bitta yengillik bo'lishini juda ham xohlardim, chunki Eron bizani yodlab olganda baribir. Biz ham ularni yodlab olganmiz, ular ham bizani yodlab olganda. Hozir o'zimizning eski taktikamiz, eski uslubimiz bilan agar boradigan bo'lsak, Eron bizga qarshi masa qilib o'ynaydi. Masalan, Toshkentdagi o'yinda ham 2-2 bo'lgan o'yinda ham agar esingizda bo'lsa, birinchi taymda o'zimiz eski uslubda o'ynaganmiz, Katanis uslubida o'ynaganmiz va bu ish bermagan. Lekin ikkinchi taymda o'zgarishlar bo'lgan, yengilliklar qo'shilgan. Shomurodov boshqacharoq o'ynashni boshlagan, o'sha quyi zonaga tushib o'ynashni boshlagan va o'sha o'yinda hammaning esida bor, Eronga qarshi tarixiy comeback bo'lgan baribir. Bunaqasi esimda yo'q meni Eronga qarshi o'yinlarda. Ya'ni Eronga qarshi qanaqadir bitta yengillik qilib borsakkina vaziyatni o'zimiz tomonga og'dira olishimiz mumkin. Shuning uchun men Eronga qarshi o'yinda Kapadzeda qanaqadir bitta yengillik kutaman baribir. Qanaqadir bitta kichkina detal bo'lsa ham yengillik kutaman. Lekin baribir himoyaviy uslubda qolsak kerak deb o'ylayman. Baribir himoyaviy o'yinda qolsak kerak. Lekin baribir hech bo'lmaganda ikkinchi taymda bo'lsa ham juda ham xohlardim Iskandarov ko'rishni. Chunki hujumlarimiz baribir Iskandarov bo'lsa boshqacha bo'ladi-da baribir. Chunki kreativ futbolchi bo'lgani bilinadi. Misol uchun bizda hozir kreativ futbolchi bitta Fayzullayevda. Bitta Fayzullayev o'zi butun boshli jamoaga baribir yetmaydi. Agar yarim himoyada Fayzullayevga o'xshagan bitta kreativroq, Fayzullayevni qo'llab-quvvatlaydigan agar futbolchi bo'ladigan bo'lsa, menimcha hujumlarimiz ancha rang-barang bo'lardi. Va plus Iskandarovda standartlar bo'yicha ham yaxshi futbolchi. Misol uchun burchak zarbalari bo'lishi mumkin, yoki jarima zarbalari bo'lishi mumkin. Zarbasi ham yomon emas, yaxshi zarbaga ega futbolchi. Men o'ylardim yaxshi bo'lardi Iskandarov tushsa. Umuman olganda o'zi kutilmalarim g'alaba kutyapman, chunki g'alaba suv va havodek muhim. Eronga durang ham yetarli-ku, lekin Eron agar
bizani yutsa yana ham ishonchliroq holatda chiqarkan jahon chempionatiga. Endi ularga durang ham yetarli ekanku, lekin agar Eron bizani hozir agar yutadigan bo'lsa, ancha ishonchli bo'ladi Eron uchun vaziyat. 22 ochko bo'ladi Eronda. Shuning uchun Eron ham hozir menimcha yutaman deb tushsa kerak va O'zbekiston ham yutamiz deb tushishi kerak. Ya'ni durang uchun borish hozir menimcha ozgina psixologik jihatdan noto'g'ri bo'ladi, chunki men ishonaman katta ehtimol bilan Eron yutaman deb tushadi. Chunki durang o'ynagandan ko'ra, hozir mana jadvalga qarashinglar mumkin. Eronga durang o'ynagandan ko'ra yutgani yaxshi. Yutsa ancha ishonchli bo'ladi hisob. Ancha bemalol haligi bayramini qursa bo'ladi Eron, misol uchun. Shuning uchun ikkala komanda ham birga bir chiqadi o'yinga, birga bir chiqib, birga bir tashlashib o'ynaydi baribir. Shunaqa o'yin bo'lsin va Alloh xolisa nasib qilsa g'alaba bilan agar keladigan bo'lsak Erondan, bu juda ham zo'r bo'ladi, Alloh xolisa. Buguncha fikrlarimiz shu edi. Alloh xolisa Eron bilan o'yindan keyin ham sizlar bilan fikrlarimizni bo'lishamiz. Umid qilamizki, Erondan yaxshi natija bilan qaytamiz, yaxshi kayfiyatda qaytamiz degan umiddamiz. Keyingi podkastlarimizda ko'rishguncha salomat bo'linglar.